Yuqorqi xabarimizning davomi, yuqorqi maqolning xabarning davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshim. Amerikaning strategik bombardimanchi aeroplani Janubiy Jungo dengizi osmonidan uchib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Beshburjaklik bino harbiy ishlar doklati e'lon qilgan o'xshash bir hafta ichida Amerika armiyasi Janubiy Jungo dengiziga B belgilik 2 dona strategik bombardimanchi aeroplan avatdi. Amerika armiyasının Tinch Okean Komandanlık Ştabi 6. ayının 8. günü bayanat e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika havo armiyasının B belgilik uzun musafirlik bombardimanchi strategik aeroplani 10 saat Janubiy Jungo dengiz osmonidan uchib o'tishni tamamlab, aralıqda Amerika Deniz Armiyasının bir dana qo'g'lug'uchi parxoti bilan birlikda birlashma manevr o'tkazib, Deniz Armiyasi bilan havo armiyasining Janubiy Jungo dengizda birlashma urush qilish iqtidorini o'stirishni maqsad qildi. Amerika armiyasining bu harakati belki Devlet Müdafiə Ministerliği e'lon qilgan Jungoning harbiy kuchi to'g'risidagi doklad bilan bevosita munosabati yo'q. Lekin bu harakat dokladda aytilgan Amerikaning Jungoning harbiy kuchiga taqobil turish taktikasiga uyg'on kelib. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Amerika Jungoning harbiy ishlarni zamonaviylashtirish musofasiga davomli diqqat qiladi. Harbiy o'rinlashtirish, harbiy ishlar texnikasiga mablag' solish va urush qilish taktikasini davomli tartib soladi Amerika armiyasi. Amerika o'zining bexatarligini qo'g'dash, tajovuzchilik harakatlarini to'sish, rayonning tinchligini, gullanish va erkinligini saqlashga kerak bo'lgan iqtidoriga kapolat qiladi. Beshburjaklik bino haftaning 5. kuni Amerika ovoz radiosiga avatgan bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi B belgilik uzun musafirlik bombardimanchi aeroplan avatib, Janubiy Jungo dengizida mashq qilib borganligi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Müdafiəsi Ministerligining ministri James Mattisning o'tgan haftaning oxirida Shangri-La suhbat yig'inida Janubiy Jungo dengizi to'g'risida so'zlagan nutqiga uyg'undir. Devlet Müdafiə Ministri James Mattis mundaq dedi. Shangri-La yig'inida mundaq degan edi. Jungo xalqaro qonunlarga pisand qilmay, Janubiy Jungo dengizini zo'r ko'lamda harbiylashtirdi. Amerika Jungoning o'z oldiga hozirgi holatni o'zgartirishni qabul qilmaydi. Amerika Jungoning o'z oldiga hozirgi holatni o'zgartirishni qabul qilmaydi va qabul qila olmaydi. Amerika armiyasi u yerdan o'tish orqali davomli harbiy harakat qo'llanib, Amerikaning bu irodasini ko'rsatib qo'ydi. Jungo Davlat Müdafiə Ministerliği haftaning 5. kuni B belgilik harbiy aeroplanning Janubiy Jungo dengiz osmonidan uchib o'tishiga qarata bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf bu ishlardan hushyor bo'ladi, nazorat qiladi, tezgillaydi. Jungo armiyasi egilik huquqni cho'qim qo'g'daydi. Bu Jungo hukumatining bayonoti. Endi biz vatandoshlarimiz bilan birlikda analiz, tahlil yurgizaylik vatandoshlarimiz.